Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun sizlar bilan eng ko'p uchraydigan yo'tal turi haqida gaplashamiz. Postnazal drip sindrom. Bu tomoqning orqa devoriga burundan balg'am oqishi hisobiga paydo bo'lgan yo'tal. Bu yo'tal turi alohida kasallik hisoblanmaydi va bir qator o'tkir va surunkali kasalliklar natijasi oqibatida paydo bo'ladi. Bu kasallik 0 yoshdan qariguncha hammada uchraydi. Bu yo'talga olib keladi. Allergik rinit yoki virusli rinitlar, adenoidlar, sinusitlar, gastroezofageal refluks kasalligi, polipoz rinosinusitlar, burun bo'shliqlari anatomik nuqsonlari, mukosillyar disfunksiya, immunodefitsit, tamaki va isiriq tutunlari. Postnazal drip sindrom burun va yondosh bo'shliqlari shilliq qavatida shilliqni ishlab chiqarilishini va transportini buzilishi natijasida paydo bo'ladi. Bunda ortiqcha shilliq tomoqning orqa devoridan tomoqga va pastki nafas yo'llariga oqib tushadi. Oqib tushgan balg'am tomoqning orqa devorida joylashgan retseptorlarni qo'zg'atadi. Natijada qichishuvchi yo'tal hosil bo'ladi. Bu yo'talda bemorlar burni bitishi yoki oqishiga, tomog'iga balg'am oqishiga, tezda tomoqni qoqishga, burni to'lib qolishiga, ayniqsa ertalab shikoyat qiladilar. Yo'tal ko'p holatlarda quruq bo'ladi, lekin ayrim bemorlar nam yo'talga shikoyat qiladi. Yo'tal bemor yotganda kuchayadi va o'tirib olishga sabab bo'ladi. Rinitlar postnazal drip sindromining eng asosiy sababchisi hisoblanadi. Bunda allergiya yoki virus infeksiyadan so'ng burunda boshida shilliq, keyin shilliq yiringli balg'am hosil bo'ladi va tomoqning orqa devoriga oqib tushadi va yo'taltiradi. Chaqaloqlarda va kichik yoshdagi bolalarda chang, tutun va virusli infeksiyalardan so'ng burun bitishi va shilliq to'planishi kuzatiladi. Natijada postnazal drip sindrom hosil bo'ladi. Bu yo'talda burundagi balg'amni tozalash va nafas yo'llari havo o'tkazishini tiklash kerak bo'ladi. Afsuski, buni o'rniga aksariyat holatlarda asossiz antibiotika terapiyaga o'tib ketish kuzatilyapti. Sinusitlarda burun yondosh bo'shliqlari yallig'lanishida, yuzda bo'shliqlar sohasida og'riq, shilliq va shilliq yiringli balg'am hosil bo'ladi. Bu balg'amni tomoqqa oqib tushishi natijasida yo'tal paydo bo'ladi. Adenoid bu halqum, bodomcha bezlarning kattalashishi va mahalliy immunitetni pasayishiga olib keladi. Bu bezlarning yallig'lanishi adenoidit deb ataladi. Adenoidlar yallig'langanda burun yo'llari torayadi va shilliq hosil bo'ladi va bu ham postnazal drip sindromga olib keladi. Polipoz rinosinusit bu burun va burun yondosh bo'shliqlari shilliq qavati surunkali yallig'lanishi hisobiga poliplar hosil bo'lishi bilan kuzatiladi va bu ham o'z navbatda tomoqning orqa devoriga balg'am to'planishiga va yo'talga sabab bo'ladi. Gastroezofageal refluks kasalligi bu oshqozon va 12 barmoq ichagidan oziq massani qizilo'ngach orqali tepaga otilishi. Natijada qusuq massa, burun va tomoq shilliq qavatlari yallig'lanishiga olib keladi va yo'talga sabab bo'ladi. Tamaki va isiriq tutuni ham burun shilliq qavatlari quruqshab qolishiga va xilpillovchi epiteliy o'z vazifasini bajara olmasligiga olib keladi. Natijada allergik yoki noinfeksion yallig'lanish paydo bo'ladi. Drip sindromni davolash va diagnostikasi. Postnazal drip sindromni davolash uchun asosiy kasallikni aniqlash va davolash kerak bo'ladi. Rinitlarda burunda balg'amni tozalash va nafas yo'llari havo o'tkazishini tiklash kerak bo'ladi. Buning uchun uyni namligini 40-50% atrofida ushlash kerak. Chang, tutun va issiqdan qochish kerak. Dengiz suvi mahsulotlari va burun ochuvchi preparatlar ishlatish kerak. Allergik rinitlarda antigistamin preparatlar va dekongestantlar qo'llaniladi. Sinusitlarda diagnostika maqsadida rentgenogramma yoki kompyuter tomografiya qilish kerak. Agarda tashxis tasdiqlansa, burunni dengiz suvi mahsulotlari bilan yuvish kerak bo'ladi. Burunga glukokortikosteroid preparatlar, burun ochuvchi preparatlar, zarur bo'lsa antibakterial davo qo'llaniladi. Polipoz rinosinusitda lor shifokorga murojaat qilish kerak. Gastroezofageal refluks kasalligida bemorni oshqozon ichak tizimi kasalliklarini bartaraf qilish kerak bo'ladi. Rahmat.